Assalomu alaykum, hurmatli o'rganuvchilar. Bugungi darsimizda biz siz bilan JavaScript dasturlashtirilishini o'rganishni davom ettiramiz. O'tgan darslarimizda aytganimizdek, biz endi bundan buyog'i VC Code, Visual Studio Code dasturlash muhitidan foydalanamiz. Bu yerda mana o'tgan darslarimizda yozgan qisqagina console log yordamidagi kodimiz bor. Mana shu kodni ishlatish uchun o'tgan darsda aytgan edikki, F5 tugmasini bossak, natija mana pastda 7 ko'rinishida hosil bo'ldi. Endi buni biz o'tgan darslarimizda aytgan kengaytmalarni o'rnatilgan bo'lsa, mana bu yerdagi расширение extensionsdan o'shanda bu ishlar bajariladi. Ya'ni biz hozir to'g'ridan to'g'ri kodimiz bajarilishi uchun Node.js ni o'rnatgan bo'lishimiz kerak edi. Xo'p, endi davom ettiramiz. Ba'zi yana shu VC kodga bog'liq bo'lgan sozlamalarni aytib o'taylik. Oddiy misol, ko'pgina kompyuterchilarimiz, kompyuterda ishlayotgan foydalanuvchilarimiz Ctrl tugmasini bosib turib, sichqoncha g'ildiragini aylantirish orqali matnni kattalashtirish, ya'ni masshtabni o'zgartirishga o'rganib olishgan bo'lishlari mumkin. Bu yerda hozir bu hodisa ro'y bermayapti, ya'ni Ctrl ni bosib turib, sichqoncha g'ildiragini aylantirganimda masshtab o'zgarmayapti. Bu настройкадан, ya'ni faylda настройкидagi parametri yoki mana bu yerda kontrol virgul bilan ham xuddi shu oynani chaqirish mumkin. Xo'p, shu yerda qidiruv maydoniga endi izlab topgandan ko'ra mouse deb qidirib topganimiz ma'qulroq. Mana mouse deb yozib ulgurmasimdan. Mouse will zoom. Изменение размера шрифта в редакторе при нажатии клавиши Ctrl и движение колеска мыши. Aynan shu narsa bizga kerak. Mana belgi qo'ydik bunga. Xo'p. Mana endi Ctrl bilan g'ildirakchani aylantirganimizda bu yaxshi ishlayapti. Demak, sizga ekranda yaxshi ko'rinishi uchun bundan ham foydalanamiz. Siz ham kerak bo'lsa ishlatishingiz mumkin. Xo'p, yana bizga kerak bo'lishi mumkin. E'tibor qiladigan bo'lsangiz, mana bu yerda 3+4 kodimiz bir-biriga yopishib turibdi. Bu narsa chiroyli kod yozish qoidalariga mos emas. Buni ham o'zini bir necha xil standartlari bor, lekin barcha standartlar uchun xos bo'lgan ba'zi xususiyatlarni aytib o'tamiz. Bu oxirida nuqta virgul qo'yish, operatorlar va operandlar. Mana bu 3 bilan 4 operand, qo'shuv esa bu operator hisoblanadi. Operatorlar va operandlar, tenglik belgisi, shularni ikki tomonda bo'sh joy qoldirish. Mana shu kabilarni ham biz o'tgan darslarimizda shuning uchun, shu maqsadda ishlatiladigan ba'zi bir kengaytmalarni, extensionslarni o'rnatgan edik. Shulardan hozir foydalanishni ham bir ko'rib chiqamiz. Aytaylik, mana shunday holatda turibdi. Biz endi avtomatik tarzda buni moslashtirishni o'rgatishimiz mumkin. Buning uchun Shift Alt F kombinatsiyalarini bosamiz. Mana birinchi marta bu ishni bajarayotganligimiz sababli Nastroy tugmasi chiqdi. Mana buni birinchi martada bosamizda va o'tgan darsimizni agar videoni ko'rgan bo'lsangiz, Prettier kod formatterini o'rnatgan edik. Mana shu buyruqni tanlaymiz va bundan buyog'iga mana hozir endi boshqa bir misolga yozib ko'raylik. VC koddan foydalanayotganimizni yana bir qulay tomoni, mana shunday biz yozayotganimizda bu bizga taklif qiladi. Ya'ni avtomatik to'ldirishni taklif qilib turadi. Bu albatta bizga yoqadi. Kimga ham yoqmaydi deysiz. Xo'sh, 5+6 deb yozdik va endi hozir yuqorida aytganimizdek Shift Alt F ni bosganimizda mana bu yerda nuqta virgulni ham o'zi qo'ydi va plyusni ikkala tomondagi bo'sh joyini ham o'zi qo'yib berdi. Mana yana Shift Alt F ni bosganimda shu xatolikni o'zi tuzatib berdi. Demak, mana shu kabi qulayliklar bor va bulardan siz dasturlash jarayonida foydalanib o'rganib boraverasiz. Bular tushunarli bo'lsa, endi yana ba'zi bir narsalarni o'rgatib o'taman. Keling, izohlar haqida gaplashaylik. Mana shu ikkita slash belgisi qo'yilgandan keyin bu matn dastur ishiga ta'sir qilmaydi.
deb yozib qo'ydik. Ya'ni bu izoh, kommentariy shu tarzda kiritiladi. Bu hozir ko'rganimiz bir qatorli, ya'ni satrli, bir qatorli desak bo'ladi. E, Izoh hisoblanadi. Agar biz bir necha qatorli satr, bir necha qatorli izohdan foydalanmoqchi bo'lsak, mana bu o'sha ko'p qatorli izohni boshlanishi esa ko'p qatorli izoh va bu belgi shu ko'p qatorli izohni yakunlanishi. Va bundan keyin yana dasturimizni odatdagidek davom ettirib ketaverishimiz mumkin. Kommentariyga dastur sifatida qaralmaydi, u inobatga olinmaydi. Endi bu hozir yozganimiz o'zimiz avvaldan bilgan holatda yozdik. Faraz qilaylik, mana shu yuqoridagi, mana shu yozilgan ikki qator kodimizni biz dastur ishlatmasligini xohlaymiz. Bundan keyingi boshqa console log mana shu matnni, salomlar so'zinigina chiqarilishini xohlaymiz va console log yuqoridagi ikkitasini chiqarilishini, ishlashini xohlamaymiz. Unda shu qator boshiga kelib mana bir qatorli izohga aylantirib qo'yishimiz mumkin, yoki bo'lmasa boshida bu belgini qo'yib oxirida yana izohni tugatishimiz mumkin. Bizga VisiCode dasturi shu ishlarni avtomatik tarzda bajarishiga imkon beradi. Ya'ni kontrol bilan birga slash belgisini bosganimizda shu kursor turgan joriy qator avtomatik tarzda kommentariyga olib qo'yiladi va yana kontrol bilan slash belgisini bosganimizda bu hodisa bekor bo'ladi. Ko'p qatorli, aytaylik mana bu yerda ikki qator. Shu ikkala qatorni birdaniga ko'p qatorli kommentga aylantirmoqchi bo'lsak, Shift Alt A kombinatsiyasini bosganimizda shu belgilangan matnimiz avtomatik tarzda ikkala tomondan kerakli belgilarni qo'yib izohga aylantiradi va yana xuddi shunday Shift Alt A kombinatsiyasini bosganimizda u izohdan chiqariladi. Endi esa boshlovchi dasturchilarda juda ham ko'p uchraydigan dasturlashdagi xatoliklar haqida ozgina tushuncha berib o'taylik. Xatoliklarni bir necha xil turlari bor. Keling bularni ba'zilari bilan tanishib chiqaylik. Birinchisi sintaktik xatolik. Misol uchun console log mana shunday deb yozdik va dasturni ishga tushirdik. Va bu yerda mana ko'rib turibmizki, xatolik yuzaga keldi. Process existing with code syntax error, mana shu yerda sintaktik xatolik ekanligini ko'rsatdi. Ya'ni sintaktik xatolik degani bu dasturni yozish qoidalariga rioya qilmaslik. Mana hozir ko'rganimiz bu sintaktik xatolikka misol bo'la oladi. Xo'p, keyingisi mantiqiy xatolik. Xo'p, mantiqiy xatolik bu misol uchun siz dasturingizni o'zingiz xohlagandek topshiriqni emas, boshqacha berishingiz mumkin. Masalan, agar hali biz shartli operatorlar haqida gaplashganimizda bu haqida gaplashamiz. A katta B deb yozishni o'rniga siz B katta A deb yozishingiz kerak edi. Lekin siz adashib mantiqiy xatolikka yo'l qo'ydingiz. Bu yerda dastur ishlashi mumkin, dastur ishlaydi. Faqatgina siz istagan, siz kutgan natijani bermaydi. Mana shunday xatoliklar, demak, mantiqiy xatoliklar deyiladi. Xo'p, keyingi xatolik turi, keling tartiblab ketaylik. Ikkinchi. Uchinchi yana xatolik turi bu dasturni bajarilish vaqtidagi xatolik. Bajarilish davomidagi xatolik. Bularni biz runtime errors deb ham
ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni dastur tuzilishida to'g'ri tuzilgan bo'lishi mumkin, lekin u ishga tushirilgandan keyin qandaydir bir xatolik yuzaga kelib chiqadi va dasturni e, favqulodda avariyni tugatilishiga olib kelishi mumkin. Bunga masalan nima bo'lishi mumkin? Nima sabab bo'lishi mumkin? Dastur jarayonida qandaydir bir qiymat hisoblab topildi va u 0 bo'ldi va shu songa bo'lish kerak edi. Ya'ni 0 ga bo'lish amalga oshirildi. Aytaylik, massivni mavjud bo'lmagan elementiga murojaat qilindi. Va hokazo. Shunga o'xshash xatoliklar bular runtime error xatoliklari deyiladi. 4-chi xatolik. Xo'sh, kompilyatsiya xatoliklari. Bu xatoliklar endi qat'iy kompilyatsiya bo'ladigan C++, Java kabi dasturlashtirishlarga xos xatoliklar hisoblanadi va dasturni u dasturlashtirishlar dasturni bajarishdan oldin uni kompilyatsiya qiladi. Ana shu kompilyatsiya jarayonida yig'adi desak ham bo'ladi. Qandaydir sabab bilan kompilyatsiya qilish amalga oshmay qolishi mumkin. Keyingi xatolik platforma bilan moslik xatoligi. Bu nima sababdan kelib chiqishi mumkin? Aytaylik, bitta tizimda ishlayotgan dastur boshqa tizimda xatolikka olib kelishi mumkin. Masalan, sizni dasturingiz faqatgina Windows platformasida ishlab, boshqa platformada xatolik keltirib chiqarishi mumkin. Yoki bo'lmasa, bir brauzerda ishlab, boshqa brauzerda xatolikka olib kelishi mumkin. 6-chi tip. Xo'p, foydalanuvchi kiritadigan ma'lumotlar, ya'ni input errors deylik. Buni kiritishdagi xatoliklar deyishimiz ham mumkin. Bu qanday xatoliklar? Bu aytaylik, foydalanuvchi dastur davomida biror ma'lumotni kiritish kerak bo'lsa va undan kutilgan ma'lumot o'rniga boshqa tipli. Aytaylik, yoshingizni kiriting deyilgan joyga u yoshini son bilan emas, harflar bilan yozib qo'yishi mumkin va hokazo. Kiritiladigan ma'lumotlardagi xatoliklar input errors deyiladi. Yana keyingi xatoliklardan biri xavfsizlik. Xavfsizlik xatoliklari. Bu xatoliklar endi dasturning ishlashiga ta'sir qilmaydi, dastur ishlayveradi. Shunchaki ma'lumotlar, bazalar, parollar shu kabi maxfiy bo'lishi kerak bo'lgan ma'lumotlarning xavfsizligi ta'minlanmagan holatlar bunday xavfsizlik xatoliklariga kiradi. Shu bilan ushbu darsimizni yakunlaymiz.